Mana mashina atmosfera deydi. Qaranglar, quyoshni, zakatni ko'ryapsizlarmi? Mash quyoshda o'rtoqlar sizlarga ikkita brendli mikrofonni obzorini qilib beramiz. Ketdi. Qo'limda 1.450.000 so'mlik mikrofon hamda 399.000 so'mlik Hoko brendidan mikrofon. O'rtoqlar, bittasi Saramonic, ishlatganlar biladi, professionallik hisoblanadi. Saramonicdan boshlaydigan bo'lsa, qisqacha obzor. Ko'rayotganingizdek, komplektida ikkita mikrofoni chiqadi, telefonga ulaydigan perihodinga chiqadi. Yana bitta zo'r tomoni universallik bo'ladi. iPhone 14 Pro Max gacha bo'lgan modellar hamda iPhone 15, 16 hamda S25, Samsunglarni ham S seriyalariga tushirib maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Buni zo'r tomoni case power bank vazifasini bajarib beradi. Bemalol tiqib qo'yganingizdan keyin 3-4 marta zaryadga qilib turib maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Xullas, endi qaranglar o'rtoqlar, budjetli versiya keladigan bo'lsa, Hoko brendidan 399.000 so'm. Ko'pchilik bizdan oldimiz kelib turib, "Oka, biz ham Instagramimizni boshlashimiz kerak, mikrofon kerak" deydiganlarga mana mashina tavsiya qilamiz. Chunki boshlanishiga, blog olishingizga mana mashina o'zi ham sizlarga zo'r effekt beradi. Chunki mana hozir 399.000 so'mlik mikrofonda videoni ovozimiz qanaqa boryapti? Baho berib ketinglar. 399.000 so'mlikning ham ichida ikkita mikrofon chiqadi. Type-C ga bemalol ulab turib ishlatsanglar bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa case solganingizdan keyin 2-3 marta zaryadga qilib ishlatsanglar bo'ladi. Xullas o'rtoqlar, Hoko brendidan original mahsulot, sifatlari zo'r, yozishlari ham har qatdan zo'r. Agar mabodo kerak bo'ladigan bo'lsa, eslatib o'tamiz, 399.000 so'mga 1.450.000 so'm. Undan tashqari katta assortimentlarni bemalol Apple Box do'konlaridan topsanglar bo'ladi.